Assalomu alaykum, hurmatli ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari. Mana yana bitta navbatdagi kaselkamiz tayyor bo'ldi. Shuni hozir sizlarga qisqacha bir video obzor qilib tushuntirib o'tamiz. Bu kaselkamiz Xorazm viloyati Qo'shko'pir tumaniga yasaldi. Akalarimiz zakazlari bo'yicha. Bu kaselkamizning komplektida mana kardallari bo'ladi. Hozir kardallar ichkarida. Traktor kelib ulansa bo'ldi. Xo'sh. Eniga 2 metr joyni o'radi. Bir tomonga to'plab ketadi. Beda 1 metrgacha bo'lgan makka poya, g'o'za poya, yantoq. Xohlagan turlaringizdagi xashaklarni o'rib beradi. Kimni mana shunaqa kaselkalar qiziqtirsa, albatta zakaz asosida tayyorlab beramiz. Buning uchun ekrandagi raqamlarga murojaat qilasizlar. Mana zakazlarimiz birin-ketin tayyor bo'lyapti. Xorazm, Qoraqalpog'iston tomonlariga dastavka xizmatlari kerak bo'lsa, mana shu mashinamiz dastavka qilib beradi. Doim xizmatga tayyor. Ekrandagi raqamlarga bemalol murojaat qilib zakaz berishlaringiz mumkin.